Uzun PHP dərsi 22-ci qism PHP'dəki bexatar elxatma aldıda elxat yollashni so'zlab o'tgandan keyin bu yerda bexatar elxat yollash haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Oldin qism darsidagi mush ulgu misaldimi elxat uchurga tuzish kirgizish qatorliqlarni amalga oshirildi. Unda bo'lganda elxat yo'llangan nisha adreslar xohlagancha o'zgarib ketadi. Masalan, bu oldingi misolda so'zlangan elxat bo'lsa, bu yerda agar bu elxat qiymatni biz ma'qulatdagi qiymatda bir qancha elxat adresini bersak, undaqda bu bir elxatni bir qancha elxat adreslarga xohlagancha yo'llaydigan maxluqlarni amalga oshirildi. Bu vaqtda biz buningga bexatarlik yo'l qo'yib qo'ygan bo'lamiz, chunki buningga elxat adresidan boshqa shartlik belgilarni kirgizishga bo'ladi. Buni hal qilishning usuli kirgizilgan uchur qarta tasdiqlash ilib berish. Ya'ni filter sanitize email harflar tizimisidan qonunsiz elxat adresi uchurini yo'qotish, andan keyin filter validate email elxat adresini tekshirib jazmlashtirishni iborat. Bu ikki xil buyruq jumlasini buningda ijro qilib meyada mana filtrlash ilib bordik. Meyadim shunda email adresi qarta tekshirish ilib berib, buningki email adresiniki to'g'ri xatolik hukm qilayotgandan keyin andan keyin bu buyruqni ijro qilsak, bu vaqtda elxat yo'llash programmamiz texmo bexatar bo'lgan bo'ldi.